Assalomu alaykum barcha So'xtamon TJ kanalining obunachilari. Plitka ishimiz jarayonlari ketyapti. Продолжение beryapmiz. Xudoga shukr. Plitkalarimiz teryapmiz. Burun bez ошибка четко idealni igna ipni ignadan o'tkazgandek zakoni ketyapti. Ko'rib borasizlar, ma'qul bo'lsa like, подписка, kommentariy yozishni unutmaysizlar degan umiddaman. Men plitka tersam всегда bir xillar bitta plitkani hisobini tashab profil yoki reka urib ikkinchi ratni ikkinchi qator terib ketaveradi, keyin polni terib, keyin kusok teradi. Bu narsada shuni bilib olinglarki, bitta eng katta ошибка zavodskiy plitkani tagini men kesmaganman. Bir xil shof zazor tashab ketganman, bir xil. Biron yog'ini kesmaganman. Ko'pchiliklar polni terib oladi, tepasini terib oladi, keyin bitta plitkani tashab ketadi, polni teradi, keyin hisoblab shuni tagini kesadi, uzunasini. Men hech vaqt unday ishlamayman. Polni chiroyli qilib terib olaman, salafan korobka bilan yopib olaman, chiroyli qilib. Undan keyin birinchi qator plitkani mana shunday lazer bilan to'g'rilab birinchi qatorni xudo xolasa qo'yib terib olaman. Mana jarayonlarimiz. Обязательно 3 metrlik pravila ishlataman. Tekisligini hamisha tekshirib boraman. Ugllar hammasi zakonni, zavodskiy kesilgan, zakonni. Polda nima risunka bo'lsa, devolda ham shu bo'ladi. Misol, mana bu yerda 1.20 qo'yilgan, mana bu devolga 1.20 kusogi tushgan, kusok tushgan. U tarafga ham xuddi shunday 1.20 o'z bitta qo'yamiz, bu tarafdan kusok tushadi. Ana hozir issiq suv sistemamizni qilganmiz. Shu o'tgan videomda ko'rsatgandek tepaga solnishni, voda nagrevatel solnishni kollektor установка qilganmiz. Qaranglar. Issiq suv постоянно aylanib turadi. Shu bitta issiq suvda ochdinglarmi, sirraz issiq suv keladi. Misol turbadagi длинный sovuq suv kelib chiqib ketib, keyin issiq suv kelmaydi. Sirraz issiq suv keladi. Shu sistemaga termexni ham qo'shganmiz. Quyosh bo'lmagan kuni yo'inki bulut bo'lgan kuni tepada suv isimadim, avtomatik termex ishga tushadi. Hamma sistemalari ulangan. BDA qo'yganmiz bu yoqqa, kanalizatsiya установка qilganmiz, BDA qo'yganmiz, unitaz qo'yamiz, unitazga sovuq suvi. Mana bu termexga sistema tashab ketganmiz, rozetkalari bor, qo'yamiz xudo xolasa. Tak, turbani korb qilamiz. Korb bilan tamom yamaymiz. Issiq suvimizni obratga aylanishi ve sistemadan mana aylanib chiqib ketgan. Manshetdan ulangan bitta liniya bo'lib issiq suv aylanib chiqib ketadi. Постоянно sirkulyatsiya issiq suv aylanib turadi, erta kech. Sirkulyatsion nasos qo'yamiz bitta. Постоянно aylantirib turadi. Sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar. Bitsa bitgan jarayonni yana bitta videorolik qilib sizlarga tashlaymiz xudo xolasa. Sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar degan umiddamiz. Like, kommentariy ham bosish eslaringdan chiqmasin.